Haqiqiy chin do'st kim bilasizmi? Qalbing biroz og'riganda, bir gaplashay, qalbim rohatlansin deb o'ylaganingda aqlingga kelgan ilk ismdir. Vaqting bormi deb so'rashingga hojat qoldirmasdan, sening qalbing rohatligi uchun qayerdasan, boryapman yoningga deya olganidir. Siring aytganingda hech kimga aytma, oramizda qolsin deyishga hojat qoldirmaganidir. Seni ko'rish uchun hamisha vaqt topa oladigan biridir. Senga yordam kerakmi demasdan, senga yordam qila olgan biridir. Seni har qanday holingda ham qabul qila olgan, qalbingni og'ritishdan qo'rqqan va xatolaringni ochiq ayta olgan insondir. Xatolaringni orqangdan emas, yuzingga ayta olgan biridir. Seni kiyganing, yeganing, sharoiting, uyingga qarab emas, shunchaki suhbatingni muhim deb bilgan biridir. Senga qilgan yaxshiliklariga javob kutmagan va qilgan yaxshiliklarini unutgan biridir. Yonida tortinmasdan yig'lay olganingdir va ulg'ayganingda yoningda ko'rishni istaydigan insondir. Sizda ham shunday chin do'st bormi? Shunday chin do'stlarimiz sog' bo'lsinlar.